onajonlar, xo'sh, kurtkalarni oldinglar deylik, kurtkaning ichidan nima kiyasizlar? Albatta qalin shim mayda shubda olib kiyasizlar. Qaranglar, bunaqa razmer, bunaqa shimlar faqat meni do'konimda bor. Drap shim. Hozir modniy tilda nima deyish esimda yo'q, lekin bizning tilimizda Sovetdonda bu shimlarni drap deyiladi. Sifatini qaranglar, вообще bomba sifat. Juda ham issiqni ichidan losinalar kiyishlar shart emas. Mana bular, qizlar bulardan razmerga o'sha pashta qolmayapti. Mana bor yo'g'i mana mana shu shimlarga qo'ygan. Qizlar narxlar bo'yicha skrin qilib so'ranglar, nima deganda shimlarning narxi 650 ming qilinadi. Mana velvet shimlar, qaranglar, qop-qora velvet shimlar. Ham bularda issiqqina yana unaqa yupqa velvet emas, angora qo'shilgan velvet sifat va shu zo'r. Tizalari shipayib chiqib ketmaydi qizlarlar. Bizda sifatlarni bilasiz, men sifatga juda ham e'tibor qilaman. Bugun bizning do'konimizga kimlar kelganini bilsanglar edi, men просто syomka qilishga xijolat qildim to'g'risi. O'zimni magazinimni reklama qilish uchun syomka so'ramadim. Yo'q demasanglar, men xijolat qilgim kelmadi. Lekin zo'r odam keldi. Qaranglar, mana bir shimlar. Bular hammasi qalin. Mana qaranglar, kashmirga o'xshagan va shu zo'r. Mana bu kashmir qizlar. Mana yana qaranglar, qanaqa qalin, juda ham yumshoq issiqlar shimlar. Mana klientlar keldi bu shimlarni. Ko'rasizlar, o'sha gap eng zo'r shimlar faqat mana do'konda sizlar buni yaxshi bilasizlar. Hammalar kutib qolasiz.